Hayat ekstrakti, ya'ni lavanda badi bu aynan ayollar badi hisoblanadi. Ayollardagi gormonal muammolarni, hayz davrida tartibsizliklarni to'g'rilaydi va hayz davridagi og'riqlarni qoldiradi. Ich ketishida va organizmning ishishida juda ham yaxshi davo bo'ladi. Shuningdek, hayz davrida aynan qon ketishini muvozanatlashtirib beradi va bu aynan shifokorlar ham tomonidan tavsiya etilgan. Ko'pchilik farzandi yo'q ayollarimiz shifokorlar tomonidan antibiotiklarni olishadi va natijada matkada ortiqcha et paydo bo'ladi, ya'ni желтое тело. Bu esa erkaklar urug'ini ushlab qolishga yo'l qo'ymaydi. Lavanda badi homiladorlik ehtimolini oshirib beradi, tuxumdonlar faoliyatini yaxshilaydi. Bachadonda saratonga aylanadigan ortiqcha hujayralarni o'sishini oldini oladi. Eroziya, mioma, kistalarda davo bo'la oladi. Hayot ekstrakti badi siydik haydovchi hisoblanadi. Ko'pchilik ayollarda hayz davrida yuzga turli xil toshmalar, ugrilar chiqadi. Mana shu gormonal o'zgarishlarni tartibga soladi va yuzni ham tiniqlashtirib beradi. Isitmani tushirib, hattoki bosh og'rig'iga yaxshi ta'sir qiladi. Asab va g'azabni boshqarishga yordam beradi.